Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. Pensiya islohoti 2026 pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar, allaqachon pensioner bo'lganlar, rasmiy ish staji bo'ladi, norasmiy ishlaganlar. Chet elda mehnat qilganlar va uy bekalari uchun ham bevosita tegishli masala. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Nimaga tayyor turish kerak? Qaysi hujjatlar hozirdan tekshirilishi shart? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa vahimaga tushmasligi kerak? Diqqat qiling. Pensiya masalasida birgina xato. Bitta yetishmayotgan hujjat yoki bir necha yil davomida to'lanmagan ijtimoiy soliq kelajakdagi pensiya miqdorini sezilarli kamaytirib yuborishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing, chunki bunday amaliy va hayotiy ma'lumotlar aynan sizning o'ylangizga foyda berishi mumkin. Men avval eng asosiy savolga javob beraman. Odamlar nima bezovta qilyapti? Ko'pchilik 2026 yildan pensiya tizimi o'zgarar ekan. Pensiyaga chiqish qiyinlashar ekan. Staj boshqacha hisoblanar ekan. Kam pensiya oladiganlar yana qiynalar ekan degan gaplarni eshityapti. Bunday gaplar tarqalganda odamlar tabiiy ravishda xavotirga tushadi. Chunki pensiya oddiy raqam emas. Bu keksalikdagi non puli, dori-darmon puli, kommunal to'lovlar, nevaraga beriladigan kichik yordam, ya'ni oilaning barqarorligi. Oldin ko'pchilik bir narsaga ishonib yashardi. Mehnat daftarcham bor, demak stajim bor. Ishlaganman, demak pensiyaga chiqsam, hammasi o'z-o'zidan hisoblanadi. Lekin hozirgi tizimda masala ancha nozik. Davlat organlarida ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda, ish staji, ish haqi, soliq to'lovlari, mehnat shartnomalari, elektron bazalar bir-biri bilan solishtirilmoqda. Ya'ni endi faqat men ishlaganman deyish yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Qayerda ishlagansiz, qaysi yillarda ishlagansiz, o'sha davr bo'yicha hujjat bormi? Arxivda ma'lumot saqlanganmi? Ish beruvchi badal yoki soliq to'laganmi degan savollar muhim bo'ladi. Oldingi yillarda ayrim odamlar zavodda, kolxozda, maktabda, shifoxonada, qurilish tashkilotida ishlagan. Lekin hujjatlari to'liq yuritilmagan. Kimdir mehnat daftarchasini yo'qotgan. Kimdir korxonasi tugatilgan. Kimdir 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida ishlagan joydan ma'lumotnoma ola olmayapti. Yana kimdir oxirgi 10 yil davomida rasmiy ishda emas, kelishuv bilan ishlagan, qo'liga naqd pul olgan, lekin unga nisbatan ijtimoiy soliq yoki pensiya uchun hisobga olinadigan to'lovlar bo'lmagan. Mana shu joy eng og'riqli nuqta. 2026 atrofida pensiya tizimida eng katta e'tibor shaffoflikka, raqamli hisobga, haqiqiy staj va haqiqiy daromadni aniqlashga qaratilishi kutiladi. Bu nimani anglatadi? Agar sizning ish faoliyatingiz hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa, qo'rqishingiz kamroq. Agar sizning ma'lumotlaringiz bazada to'liq bo'lmasa, hozir harakat qilmasangiz, pensiyaga chiqish vaqtida sarson bo'lishingiz mumkin. Birinchi muhim narsa, pensiya miqdori odatda 3 asosiy omilga bog'liq bo'ladi. Birinchisi ish staji, ikkinchisi rasmiy daromad yoki ish haqi bo'yicha hisob-kitob, uchinchisi qonunda belgilangan minimal kafolatlar, ustamalar, imtiyozlar va alohida toifalar uchun qo'shimcha shartlar. Men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Masalan, birinchi holat. Akmal aka 3000 yil rasmiy ishlagan. Mehnat daftarchasi bor. Ish joylari bo'yicha buyruqlar arxivda saqlangan, oxirgi yillarda ham elektron mehnat shartnomasi kiritilgan. Ish haqi rasmiy bo'lgan, soliq va tegishli ajratmalar ko'rsatilgan. Bunday odam pensiyaga chiqqanda albatta hujjat tekshiruvi bo'ladi, lekin uning holati nisbatan xavfsiz. Chunki u men ishlaganman deb og'zaki gapirmayapti. Buni tizim va hujjatlar tasdiqlayapti. Ikkinchi holat. Dilbar opa 25 yil turli joylarda ishlagan, lekin 2 yil davomida bir kichik korxonada norasmiy ishlagan. Har oy maosh olgan, lekin shartnoma bo'lmagan. Mehnat daftarchasiga yozilmagan, soliq to'lanmagan. Dilbar opa o'ylaydi. Men axir ishladim-ku. Nega bu yillar hisoblanmaydi? Mana shu yerda muammo tug'iladi. Pensiya tizimi uchun ishlaganingizni isbotlash kerak. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, keyinchalik bu yillarni to'liq staj sifatida tan oldirish juda qiyin bo'lishi mumkin. Natijada 25 yil mehnat qilgan odamning hujjatda 17 yil staji ko'rinishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Uchinchi holat. Rustam aka Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan. U yerda ham harli ishlagan, pul yuborgan, oilasini boqqan. Lekin savol, u rasmiy ishlaganmi? Mehnat shartnomasi bo'lganmi? O'sha davlatda ijtimoiy to'lovlar to'langanmi? Xalqaro kelishuvlar doirasida bu davrlar qanday tan olinadi? Agar odam chet elda rasmiy ishlagan bo'lsa va tegishli hujjatlarni olsa,
ba'zi davrlarni tasdiqlash imkoniyati bo'ladi. Lekin men falon shaharda qurilishda ishlaganman, brigada pul bergan degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun chet elda ishlaganlar ayniqsa hozir hujjat to'plashni boshlashi kerak. 4-olat. Zaynab opa umrining katta qismini uyda bolalar tarbiyasi bilan o'tkazgan. U bir necha yil rasmiy ishlagan, keyin farzandlari sabab ishni tashlagan. Bunday toifadagi ayollar uchun qonunchilikda ayrim davrlar, masalan bola parvarishi bilan bog'liq davrlar qanday hisobga olinishi mumkinligi alohida ahamiyatga ega. Lekin bu yerda ham hujjat kerak. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, ayrim hollarda yashash joyi ma'lumotlari, ish faoliyati bo'yicha yozuvlar. Uy bekasi bo'lgan ayollar menda baribir staj yo'q deb qo'l siltab yubormasin. Har bir yil har bir hujjat tekshirilishi kerak. Endi kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Men birinchi navbatda pensiya yoshiga 5 yil yoki undan kam vaqt qolgan fuqarolarga murojaat qilaman. Siz hali vaqt bor deb yurmasligingiz kerak. Pensiya hujjatlari bir kunda tayyor bo'lmaydi. Ayniqsa eski korxonalar tugatilgan bo'lsa, arxivdan javob kutish kerak bo'ladi. Ayrim arxiv ma'lumotlari boshqa tumanda, viloyatda yoki tashkilot huquqiy vorisida bo'lishi mumkin. Ba'zida ism familiyada xatolik bo'ladi. Pasportda Abdullayeva, mehnat daftarchasida Abdullayeva. Buyruqda esa Abdullayeva deb yozilgan bo'ladi. Mana shunday kichik xato ham pensiya tayinlashda muammo chiqarishi mumkin. Ikkinchi xavfli guruh norasmiy ishlaganlar. Agar siz hozir ham og'zak kelishuv asosida ishlayotgan bo'lsangiz, bilingki, bugun qo'lga olayotgan naqd maoshingiz kelajakdagi pensiyangizni kamaytirishi mumkin. Masalan, 2 kishi bir xil ish qiladi. Biri rasmiy 4 million so'm maosh oladi, ikkinchisi norasmiy 5 million so'm oladi. Hozir ikkinchisi ko'proq olayotgandek ko'rinadi. Lekin 10 yil o'tgach birinchisining staji va daromadi tizimda turadi, ikkinchisiniki esa yo'q bo'lishi mumkin. Natijada pensiya yoshida kim yutadi? Ko'pincha rasmiy ishlagan odam yutadi. 3-xavfli guruh hujjati yo'qolganlar. Mehnat daftarchasi yo'qolgan, ish haqi ma'lumotnomasi yo'q, eski korxona yopilgan. Bunday holatda vahima qilish kerak emas, lekin harakatni kechiktirish mumkin emas. Arxivga murojaat, sobiq ish joyining huquqiy vorisini aniqlash, soliq organlari yoki tegishli bazalardan ma'lumot izlash, guvohlar orqali ayrim holatlarni sud tartibida tasdiqlash masalalari bo'lishi mumkin. Lekin sud oxirgi chora. Avval hujjatli yo'l bilan isbot qilishga harakat qilinadi. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning barcha ish joylaringiz elektron tizimda ko'rinsa, mehnat shartnomalaringiz rasmiy bo'lsa, ish beruvchi soliqlarni to'lagan bo'lsa, mehnat daftarchangiz tartibli saqlangan bo'lsa, ism familiyangizda ziddiyat bo'lmasa, sizning vaziyatingiz ancha yaxshi. Lekin bu umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Men doim aytaman, pensiya masalasida ishonchli odam ham hujjatini tekshirtirib qo'yishi kerak. Chunki xatolar ko'pincha odamning aybi bilan emas, eski kadrlar bo'limi, arxiv, yozuvdagi imlo yoki bazaga noto'g'ri kiritish sabab paydo bo'ladi. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik masala ish staji bilan ish haqi alohida tushunchalar. Ba'zi odamlar menda 35 yil staj bor, demak pensiyam katta bo'ladi deb o'ylaydi. Bu har doim ham shunday emas. Agar staj bor, lekin rasmiy ish haqi past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida bu ta'sir qiladi. Masalan, odam aslida 6 million so'm olgan, lekin hujjatda eng kam miqdor yoki 1 million so'm ko'rsatilgan. U pensiya yoshiga yetganda men ko'p olardim desa ham, tizim hujjatdagi raqamga qaraydi. Shuning uchun rasmiy maoshni past ko'rsatish bugun ish beruvchiga qulay bo'lishi mumkin, ammo ertaga ishchining pensiyasiga zarar. Ikkinchi tuzoq. Meni ishga olishgan, lekin shartnoma keyin qilamiz deyishgan. Ko'p odamlar bir necha oy, ba'zida bir necha yil shunda ishlaydi. Ish beruvchi sizni sinov muddati, hozircha hujjat tayyor emas, keyingi oy rasmiylashtiramiz deb yuradi. Mehnat qonunchiligida ishga qabul qilish, buyruq, shartnoma, ish haqi, soliq masalalari aniq bo'lishi kerak. Agar siz faqat og'zaki kelishuv bilan yursangiz, o'sha davrni keyin isbotlash qiyinlashadi. Ayniqsa kichik do'konlar, kafelar, qurilish brigadalari, servis xizmatlari, tikuv sexlari, fermer xo'jaliklarida bunday holatlar ko'p uchraydi. 3-nozik masala, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Ko'pchilik o'ylaydi, men tadbirkorman, demak pensiya avtomatik hisoblanadi. Yo'q, bu yerda ham to'lovlar, ro'yxatdan o'tish, faoliyat davri, belgilangan ijtimoiy soliq yoki boshqa majburiyatlar qanday bajarilgani muhim.
agar odam yatti sifatida ro'yxatda turgan bo'lsa-yu, lekin tegishli to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsa, bu davrlar pensiya hisobiga qanday kirishi masalasi muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun tadbirkorlar soliq kabinetini, to'lov tarixini, ro'yxatdan o'tgan va tugatgan sanalarni albatta tekshirishi kerak. 4-masala, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotganlar, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar, ko'p bolali ayollar, harbiy xizmat bilan bog'liq davrlar. Bu toifalarda umumiy qoidalardan tashqari alohida tartiblar, imtiyozlar yoki qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, zararli sharoitda ishlagan odam oddiy mehnat daftarchasi bilan cheklanib qolmasligi kerak. U lavozimi, sexi, ish sharoiti, tegishli ro'yxatga kirishi, attestatsiya yoki ish joyi xususiyati bo'yicha ma'lumotlarni aniqlash kerak bo'ladi. Chunki zavodda ishlaganman deyish boshqa. Qonunda belgilangan zararli ish o'rnida ishlaganman deyish boshqa. 5-masala familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi. Keyin mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, diplomda yana boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlashda bu hujjatlar bir odamga tegishli ekanini isbotlash kerak. Buning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini ko'rsatuvchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar muhim. Bu o'zim-ku deyish yetmaydi. Hujjat tili bilan isbot bo'lishi kerak. 6-masala, arxa hujjatlaridagi ish haqi. Ba'zan staj tasdiqlanadi, lekin ish haqi ma'lumotlari topilmaydi. Bu pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma, buyruqlar, hisob-kitob vedomoslari, korxona arxividagi shaxsiy hisob varaqalari qidiriladi. Eski korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin hayotda hammasi ideal emas. Ayrim hujjatlar yo'qolgan, ayrimlari noto'g'ri topshirilgan, ayrimlari boshqa tashkilotda qolgan bo'ladi. Shu sababli men har doim fuqarolarga pensiyaga chiqishdan bir oy oldin emas, kamida 2-3 yil oldin hujjatlaringizni ko'rib chiqing deyman. 7-masala, rasmiy xabar bilan mish-mishni ajratish. Internetda pensiya yoshi birdan oshar ekan. Hammaning pensiyasi qayta hisoblanib kamaytirilar ekan. Staj yetmasa umuman pensiya bermas ekan degan vahimali gaplar tarqaladi. Men mutaxassis sifatida aytaman. Har qanday jiddiy o'zgarish rasmiy hujjat, qonun, qaror yoki vakolatli organ izohi bilan tasdiqlanishi kerak. Siz Telegramdagi noma'lum kanal yoki qo'shnining gapiga qarab vahimaga tushmang. Lekin shu bilan birga beparvo ham bo'lmang. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbalarni kuzatish, mahalliy pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali o'z ma'lumotingizni tekshirish. Endi eng muhim qism, siz bugundan nima qilishingiz kerak? Men aniq qadamlar bilan aytaman. 1-qadam, barcha hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joylaridan berilgan ma'lumotnomalar, mukofot yoki buyruq nusxalari, kasallik yoki nogironlik bo'yicha hujjatlar, agar tadbirkor bo'lsangiz ro'yxatdan o'tganlik va soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar. Bularni papkaga solib qo'ying. Nusxa oling, imkon bo'lsa skaner qilib elektron ko'rinishda ham saqlang. 2-qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir ishga kirgan va ishdan bo'shagan sana aniqmi? Korxona nomi to'g'rimi? Buyruq raqami yozilganmi? Imzo va muhr bormi? Familiya, ism otasining ismi pasport bilan mosmi? Ba'zan bir harf farqi ham muammo bo'ladi. Agar xato topsangiz, uni yashirmang. Hozirdan qadrlar bo'limi, arxiv yoki tegishli tashkilotga murojaat qilib tuzatish yo'lini so'rang. 3-qadam, elektron mehnat ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki vakolatli idoralar orqali o'zingiz haqingizdagi mehnat faoliyati va soliq ma'lumotlari qanday ko'rinayotganini bilishga harakat qiling. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan mehnat shartnomangiz elektron tizimga kiritilganmi? Rasmiy ish haqi qancha ko'rsatilmoqda? Soliqlar to'lanayaptimi so'rang. Bu sizning haqqingiz. Ish beruvchi senga nima kerak desa bilingki, gap sizning kelajakdagi pensiyangiz haqida ketyapti. 4-qadam, eski ish joylaringiz ro'yxatini yozib chiqing. Qog'ozga yilma-yil yozing. Qayerda ishladingiz, qaysi lavozimda, qachon kirdingiz, qachon chiqdingiz. O'sha tashkilot hozir bormi yoki yo'qmi? Rahbari kim edi? Manzili qayerda edi? Bu oddiy daftar keyin juda katta yordam beradi. Chunki pensiya bo'limiga borganda odam hayajondan sanalarni adashtiradi. Oldindan ro'yxat bo'lsa, hujjat qidirish osonlashadi.
Beshinchi qadam, arxivga murojaat qilishni kechiktirmang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga, ba'zan tarmoq arxivlariga murojaat qilinadi. Arizangizda to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan tashkilot nomini, taxmin ishlagan yillaringizni, lavozimingizni yozing. Mening ish stajim va ish haqimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Mazmunida ariza yoziladi. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski familiyangizni ham albatta ko'rsating. 6-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Ish beruvchingiz bilan ochiq gaplashing. Meni rasmiylashtiring, mehnat shartnomasi tuzing, ish haqimni rasmiy ko'rsating. Ba'zi ish beruvchilar buni yoqtirmaydi. Chunki soliqlardan qochishni xohlaydi. Lekin siz tushuning, bugun 500 ming so'm ko'proq naqd olish uchun 10 yil keyingi pensiya huquqingizni qurbon qilmasligingiz kerak. Ayniqsa, 40 yoshdan oshganlar va 50 yoshga yaqinlashganlar uchun har bir rasmiy yil juda qimmat. 7-qadam. Tadbirkorlar va o'zi band qilganlar soliq tarixini tekshirsin. Qaysi sanadan ro'yxatda turgansiz? Qaysi oylar uchun to'lov qilingansiz? Qarzdorlik bormi? Faoliyatingiz to'xtatilganmi yoki davom etyaptimi? Bularning hammasini aniqlang. Agar qarzdorlik yoki bo'sh davrlar bo'lsa, mutaxassis bilan maslahat qiling. Chunki keyin men biznes qilganman degan gap emas, to'lov va ro'yxatdagi ma'lumot asos bo'ladi. 8-qadam. Pensiya bo'limiga oldindan maslahatga boring. Pensiya yoshiga yetgan kuni borish shart emas. Oldinroq borib, mening hujjatlarim bo'yicha kamchilik bormi? Nimalarni tayyorlashim kerak deb so'rang. Ba'zan xodimlar sizga qaysi ma'lumotnoma kerakligini oldindan aytadi. Bu sizni keyinchalik oylar davomida yugurishdan saqlaydi. 9-qadam. Har bir murojaatni yozma qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma ariza kuchliroq. Arizangizga kirim raqami oling, nusxasini saqlang, javob muddatini kuzating. Agar arxiv ma'lumot topilmadi desa, yozma javob oling. Chunki keyingi bosqichlarda aynan shu javob kerak bo'lishi mumkin. 10-qadam. Oilada pensiya savodxonligini oshiring. Faqat ota-onangiz emas, farzandlaringiz ham bilsin. Rasmiy ish, mehnat shartnomasi, soliq to'lovi. Hujjat saqlash kelajakdagi ijtimoiy himoyaning asosi. Bugun 25 yoshli yigit qiz pensiya menga uzoq deb o'ylaydi. Lekin pensiya 6 yoshda boshlanadigan mavzu emas. Pensiya birinchi ish kunidan boshlab shakllanadi. Azizlar, 2026 yil pensiya islohoti atrofidagi gaplar bejiz odamlarni xavotirga solmayapti. Chunki tizim tobora raqamli, aniq va hujjatga asoslangan bo'lib bormoqda. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni kuchaytiradi. Kim rasmiy ishlagan, kim to'lov qilgan, kimning huquqi bor, aniqroq ko'rinadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Hujjati yo'q, staji tasdiqlanmagan, norasmiy ishlagan odamlar qiynalishi mumkin. Men sizga eng muhim fikrni yana bir bor aytaman. Vahima qilmang. Lekin beparvo ham bo'lmang. Bugun hujjatingizni tekshirsangiz, ertaga pensiya yoshida sarson bo'lmaysiz. Mehnat daftarchangizni, elektron ma'lumotlaringizni, arxiv hujjatlaringizni, ish haqi va soliq tarixingizni hozirdan tartibga keltiring. Sizning oilangizda pensiya hujjatlari bilan muammo bo'lganmi? Ish staji hisoblanmay qolgan. Arxivdan ma'lumot topilmagan yoki norasmiy ish sabab zarar ko'rgan tanishlaringiz bormi? Albatta kommentariyada yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqarsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun eshitilsa, ertaga ko'p odamning pensiyasini saqlab qolishi mumkin.